19 fevral 2023-yilda tushgan matematikadan milliy sertifikat imtihonidagi 37-misolni yechimini ko'ramiz. Tenglamani yeching degan. Tenglamaning 0-5 oralig'da nechta ildizi bor? Savolda. B savolda esa tenglamaning 0-5 oralig'dagi ildizlaridan eng kattasi va eng kichigining musbat ayirmasini toping deyapti. Xo'sh, tenglamani ishlab olsak birinchi. Suratini o'zini yozaylik. Qani sinus 2 darajasi x makhraj. Sinus 2 darajasi x minus 2 ni qanday yozsak bo'ladi? Sinus 2 darajasi x taqsim necha bo'ladi? 4 mi? Ko'paytirilgan kosinus 2 darajasi x taqsim 4. Xo'p, bu teng bo'larkan bu teng bo'larkan 2 ildiz osti 3 ga. Xo'p, ishlaymiz endi. Surat mahrajini 2 ga ko'paytirsam 2 2. Mahraji ikkilangan burchak formulasi bo'yicha nimaga teng bo'ladi? Xo'p. Suratining o'zi 2 sinus 2 darajasi x. Mahraj ikkilangan burchak formulasi bo'yicha 2 ta sinus alfa kosinus alfa. Demak, bu sinus 2 alfa, ya'ni sinus 2 darajasi x taqsim necha bo'lar ekan? 2. Mahrajdagi 4 bilan 2 qisqaryapti. Teng 2 ildiz osti 3 ga. Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi suratini 2 sinus 2 darajasi x ni 2 ko'paytirilgan 2 darajasi x taqsim 2 deb yozsam bo'ladimi? Mahraj o'zi sinus 2 darajasi x taqsim 2 ekan. Shunda bu teng bo'lyapti 2 ildiz osti 3. Xo'p, surati sinus 2 alfa kelar ekan, bu ham mana sinus 2 alfa bo'lyapti-da. Mana alfaning joyiga 2 darajasi x taqsim 2 kelyapti. Sinus 2 alfa formulasi bo'yicha qanday yozsak bo'ladi buni? Xo'sh, 4 bo'ladi. 2 oldiga chiqqandan keyin 4 ta sinus 2 darajasi x taqsim 2 yu kosinus 2 darajasi x taqsim 2 bo'lar ekan. Taqsim sinus 2 darajasi x taqsim 2 teng 2 ildiz osti 3. Ana endi bular qisqarsa, mana nima qolyapti? 4 ga bo'laman. Shunda kosinus 2 darajasi x taqsim 2 teng ildiz osti 3 taqsim 2 ga. Xo'sh. Ana endi ishlaymiz buni. 2 darajasi x taqsim 2 teng kosinus x teng a tenglamaning yechimi. Plus minus kosinus ildiz osti 3 taqsim 2. Kosinus ildiz osti 3 taqsim 2 qachon erishadi? Pi taqsim 6/30 dan qo'shilgan 2 ta pi k. 2 ga ko'paytiraman. 2 darajasi x teng bo'ladi. 2 ga ko'paytirsam plus minusdan pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k. X nimaga teng bo'ladi? X teng bo'ladi logaritm 2 asosga ko'ra plus minus pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k ekan. Xo'p, tenglamani ishladik. X teng ekan mana shunga. Buni endi quyidagicha yozamizda. X1 teng bo'ladi. Xo'p, X1 teng bo'ladi logaritm 2 asosga ko'ra pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k. X2 nimaga teng bo'ladi? Logaritm 2 asosga ko'ra minus pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k. Xo'p, A savolda nima degan edi? A savolda tenglamaning 0-5 oralig'ida nechta ildizi bor? 0-5 oralig'ida nechta ildizi bor? Xo'p, mana bu ildizni 0-5 ga qo'yamiz endi. Shunda 0 dan katta x1imiz logaritm 2 asosga ko'ra
pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k. Kichik bo'larkan 5. Xo'p, 2 ning nollinchisi bo'ladi 1. Pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k. Kichkina ekan 2 ning 5-chisi 32 bo'ladimi? Endi pi taqsim 3 ni ayiramiz. 1 minus pi taqsim 3 dan katta 4 pi k kichkina ekan 32 minus pi taqsim 3. 4 ga bo'lamiz endi. 4 pi ga bo'laylik birdan. 1 minus pi taqsim 3 taqsim 4 pi dan katta k kichkina ekan 32 minus pi taqsim 3 taqsim 4 pi. Ana endi k butun son. Shu yerda k qaysi sonlarni qanoatlantiryapti, qaysi butun sonlarni. Buni qulaylashtirish uchun pi ga 3 berib ko'raylik qani. Pi ga 3 qo'ygan vaqtim taxminanda pi ga 3 qo'ysak nima bo'ladi shunda? O'zi pi 3,14 da. Mana pi taqsim 3 bu 1 dan katta. Demak, ayirmasi manfiy bo'ladi-da bu. Ya'ni 1 qo'ygan vaqtim, 3 qo'ygan vaqtim bu 0 bo'layaptimi? Demak, bu 0 0 desam taxminan, demak bu tomoni necha bo'layapti? 0 dan katta k kichkina taxminan necha bo'ladi bu? 3 ni qo'ysam 31 taqsim 12 bo'layaptimi? 31 taqsim necha bo'lar ekan? 12. Bu yerdagi k necha bor? 1 bor. Keyinchi 2 bor. Lekin 3i yo'q a. Chunki 31 taqsim 12 bu 2 butun nechadirda? 3 emas. K teng 1, k teng 2 ekan. Demak, logaritm 2 asosga ko'ra pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k bo'lsa, 0 u 5 oraliqda ikkita yechimi bor ekan buning. Bunisi 0 dan katta logaritm 2 asosga ko'ra minus pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k kichik 5 deyman. Bu ham 1 dan katta minus pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k kichkina necha bo'ladi? 32 bo'ladimi? Pi taqsim 3 ni qo'shamiz endi. 1 qo'shilgan pi taqsim 3 dan katta 4 pi k kichkina 32 ga qo'shamiz pi taqsim 3 ni. 4 pi ga bo'laman. 1 qo'shilgan pi taqsim 3 taqsim 4 pi dan katta k kichkina ekan. 32 qo'shilgan pi taqsim 3 taqsim 4 pi. Bu yerda ham pi ni taxminan 3 deb olaman. Shunda nima chiqadi bu? 2 taqsim 12 bo'lsa 1 taqsim necha bo'ladi? 6 mi? 3 qo'ysak 1, 2 taqsim 12, 1 taqsim 6 dan katta ekan. Keyin 3 qo'ysak 1, 33 taqsim necha ekan? 12. K ning qiymati 1, 1, to'g'rimi? 1, 2, 3 yo'q a? 2 ta ekan bu yerda. Mana bu yerda 0 ham bor ekan k. Chunki 3,14 ni qo'ygan vaqtim bu minus 0 butun nechadir bo'ladi-da bu. Bu aynan 0 emas-da bu. Minus qanaqadir 10lik kasrda bu. Minus 0 butun nimadir-da bu taxminan. Shunda k nechini qabul qiladi? 0 ni, 1 ni va nechini ekan? 2 ni. Shunda bu yerda demak 3 ta qiymati bor ekan. Bu yerda 3 ta ekan. Mana bu yerdachi 2 ta ekan. To'g'rimi? Aniq bu 1 bo'ladi, 2. Boshqa qiymat yo'q. Jami nechta yechim bor ekan? 5 ta ekan. 0 u 5 oraliqda berilgan tenglamaning ildizlari soni 5 ta ekan. Xo'p, A javobga 5. 5 ta ekan. B javob. Tenglamaning 0 u 5 oraliqdagi ildizlaridan eng kattasi va eng kichigining musbat ayirmasi. Eng kattasi va eng kichigining. Xo'sh. Xo'sh, bizda mana birinchi x1 holat uchun. X1 holat uchun qaysi edi? Logaritm 2 asosga ko'ra
pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k uchun k teng 0 da yechim bor. K teng 1 da, k teng nechida ekan? 2 dami? K teng 0 da nima bo'ladi bu? Logaritm 2 asosga ko'ra pi taqsim 3 da. K teng 1 dachi? Logaritm 2 asosga ko'ra 4 pi bo'ladi. 12 13 pi taqsim necha ekan? 3 mi? K teng 2 dachi? Logaritm 2 asosga ko'ra 8 24 25 pi taqsim necha bo'lar ekan? 3 va x2 miz logaritm 2 asosga ko'ra minus pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k. K teng 1 uchun yechim bor bu yerda. K teng 1 uchun nima bo'ldi? Logaritm 2 asosga ko'ra 12 pi, mana k ga 1 qo'ysam 4 pi da. 12 11 pi taqsim necha ekan? 3 va k teng 2 da. Logaritm 2 asosga ko'ra 8 pi bo'ladimi? 24 23 pi taqsim necha ekan? 3. Ana endi eng katta qiymati asosi 1 dan katta bo'lsa bizga kattaroq kerak. 25 pi taqsim necha ekan? 3. Mana bu. Maksimum eng kichkinasi qaysi bo'ladi endi? 11 pi. Endi argument kichkinasi kerakda, pi taqsim 3 bunisi ekan. Minimum. Shularning ayirmasi kerak ekan. Musbat ayirmasi desa, kattasidan kichkinasini ayiramiz-da. Ya'ni logaritm 2 asosga ko'ra 25 pi taqsim 3 dan ayiraman. Logaritm 2 asosga ko'ra pi taqsim 3 ni. Asos bir xil, ayirma bo'lsa bo'linmaga keladimi? 25 pi taqsim 3 ni bo'laman pi taqsim 3 ga. Bo'lish ko'paytirishga almashsa 3 suratga chiqib bu bilan qisqaradi, pilar qisqarsa 25 qolar ekan. Demak, musbat ayirmasi, ildizlarning eng katta va eng kichkinasining musbat ayirmasi logaritm 2 asosga ko'ra 25 ekan. Demak, logaritm 2 asosga ko'ra 25 ga teng bo'lar ekan. Yechim mana shundan iborat.